aka, 2000 dollarda nimaga sotilgan deysizmi? Men sizga buni bitta aytib o'taman. Aka, salondan 2025-yil olib, naq 2000 dollarga sotib qilingan Cobalt desam, ishonasizmi? Aka, ko'ring, agar sizga mashinamiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib ketasiz. Oqtuluporimiz 2025-yil yurgan probegi bor yo'g'i 3900 kilometr. Hali mashinani hidi ketishga ulgurgani yo'q. Mashinamizning kraskalari top-toza. Mashinamizga to'rtta yangi yumshoq balon qo'yilgan. Tonirovka ruxsatnomalari salkam 1 yil bor. To'rtta ishi polni shumka bo'lgan. Mashinaga Malibu rul, Malibu bar, qimmat Magicar pult, qimmat chexol, kori, ichki освещениyalar polni terib qo'yilgan. Monitor obshipkalarni ham yaxshi qimmat kojini chexollardan qilingan. Mashinamiz xullas mingani tayyor. Mashinamizning narxi 13500 dollar. Kimga qiziq bo'lsa, Baxtiyor Motorsga murojaat qilarsam, tayyor Cobalt beraman degan do'stlaringga jo'natib qo'yasizlar.